Javohir Hormay. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum aka. Mana shu Uchqo'rg'on tumanidagi limonariyaning eng haligi nima deydi, rivojlangan oilasi, sulolasi. Nechinchi avlodsiz shu limon yetishtirayotgan? 3-avlodmiz aka biz. Uchinchi avlod. Ha, avlodlarimiz boshlagan. Bekmurodov domla birinchi, keyin dadangiz, keyin biz. Hozir mana bu tomorqangiz, a? Ha, tomorqamiz uyda. Tomorqamizda nechta tup limon bor hozir mana shu yerda o'zida? 110 tup limon bor aka bu yerda. 110 tup. Ha. Hop, daryoda 8 gektar, a? 8 gektar hozir aka. Endi mashinadan boshlangan asosiy uyda. Hozir uylarning podvalning tagi ombor. Ha, ombor. Nechta tonna zaxira bo'ladi? Zaxira aka 100 tonnagacha zaxira sig'adi hozir endi. Bu yil zaxira qilib olib qo'ydik limonlarni ham. Shu mavsumida nechta kishi ishlatasizlar? Mavsumda shu 50 ta, 40 ta, 50 ta odam har kun ishlaydi. Ha, albatta. 5 oy shunaqa, qolgan payt sal ozayadi, 20 ta, 10 taga tushadi. Do'stlar, biz hozir Qo'rg'on tumani Navro'z mahallasidamiz. Demak, bu Bekmurodovlar mana xuddi shunday limonchilik bilan shug'ullanishadi hamda aholini bandligida o'z hissalarini qo'shyapti. Hozir qaysi davlatlarga eksport bo'lyapti bu? Hozir asosan aka bizdan Rossiyaga eksport qilishadi, bo'ldi Moskvaga eksport qilishadi. Qolgan davlatlarga endi bilmadim, Qirg'izistonga qilyaptimi yo'qmi? Asosan Rossiyaga qilishadi. Sizlar hozir mana limon katta bo'lib qolib, buni tagida qulpnoy ham yetishtirasiz. Ha, qulpnoylari ham bor endi bular sal katta bo'lganligi uchun bu yil qilinmadi. O'tgan yillar, oldingi yillar ekilgan buni tagiga. Bu necha yillik daraxt hozir? Bu yil 3-yil aka. Qachondan mevaga kiradi? Bu yil soldi, mana shu o'zidan ham 1 tonna oshiqroq meva qildi hozirroq. Endi yanagi yildan xudo xohlasa. Yanagi yilga 5-10 tonnaga qarab ketadi. Ketadi. Rahmat.